Kadislarni juda ham oson tayyorlaydigan ovqatini hozir sizlarga tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Bu ovqatni bemalol siz ham uyingizda takrorlashingiz mumkin. Ketdik. Buning uchun bizga kimchi salati kerak bo'ladi. Wow, mana buni qaranglar. Va shunaqa pishgan guruch kerak bo'ladi. Bizning guruchimiz xolodilnikda turgani uchun buni 1 minutga mikrovolnovkada isitib olamiz. Guruchimiz isiguncha kimchilarni yaxshilab qovurib olamiz. Ozgina shakardan ham qo'shaveramiz. Bu ovqatga tuz qo'shish shart emas, chunki kimchi salatimizning ichida yetarlicha tuz bor. Kunjut yog'i, qovurilgan kunjut. Va shuni qilib ustiga mozzarella siridan sepib chiqamiz. Endi ovqatimizni yeb ko'ramiz. Qarang, bismillah. Buning uchun bizga kim kerak bo'ladi? Kim bilan juda ham mazali ketadi. Wow. Qo'shiqda yeyolmayman, cho'pak olib kelamiz. Kimchi bilan sir vasha zo'r mos tushar ekan.